Assalomu alaykum. Oxirgi marta o'zingizga qimmatbaho nima sotib oldingiz? Fotokamera $700. Krossovka sotib olganman 420 mingga. Kiyim sotib oldim. $100 Telefon hop $800. Ha, kompyuterim $350. Telefon menga? Telefon 500. Menga telefon $600. Olti- Makbuk bo'lsa kerak. $900 olgan. Telefon 1,5 millionga. Oldingiz. Kiyim sotib oldim. 420 mingga. Ilm uchun qancha pul sarfladingiz? Har yil kontrakt to'laymiz. Qancha sarfladingiz? Mashar sotib olganman. Ha, sarflamagansiz. Yo'q. Ilm uchun shu telefonni Hozir o'qimayapman, universitetga olib kelyapman. Taksiga ketyapman. Sarflamadingiz. Yo'q. Kitob sotib olgan bo'lishi mumkin. 150 ming so'm. Oxirgi marta qilganimcha ancha bo'lib ketdi. Maktabdan keyin narsa olmadik hali. oxirgi oy mana shu oy $1000 dan oshadi. Ha, nimaga sarfladingiz? Ism sohasi. Amazonda boshida ikkita sotib olganman. 500 ming. Oxirgi marta 850 ming. 30-40 ming atrofida bo'ladi-da o'rtacha.